Do'stlar, Comedian Gaming kanaliga xush kelibsizlar. Bugun Minecraftda uy ko'rishni o'rganamiz. Mana shu uy ko'rish biroz bizga oson bo'ladi, lekin videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Qani biz boshlaymiz. Masterni stroykani ham to'g'rilab oldik. Qani birinchi bo'lib daraxt topish kerak bo'ladi. Bu yerda daraxtlar yo'q, shuning uchun nariga taraflarni qaraymiz. Daraxt bo'lmagan. Mana bu daraxtlar, mana mol tarafni orqasidagi daraxtni chopamiz. Chop tez olamiz. Yaxshi o'tir. Yana qaytadan shu mashq qilamiz. Yaxshi, ana oldik, ko'rdingizmi? Oldin sana bu. Olindi bo'ldi. Ana endi biz parandalarni biroz o'ldiramiz, lekin unda vaqt olishimiz ham kerak bo'ladi. Ol senga va o'tir. Taginglarni chopib o'tdi. Qani biz yasimiz birinchidan daraxtni qo'yamiz. Unitadi reverse tashlashimiz birinchi bo'ladi. Reverse tashlashni shu yerda qo'y. Qani daraxtni qo'yib tayoq qo'yamiz. Tayoqdan biz va qilich yasamiz, ya'ni volta va qilich. Shunday. Qani yasi bo'ldi, ol. Mana shuni ol deyadi. Daraxtni chopamiz yana. Xo'sh. Daraxt qolmadi, mana yaxshi. Endi 15 ta daraxt bo'lishi kerak. Biz 18 ta daraxt yig'ishimiz kerak. Aytgancha, mana shu ekranda chiqib turgan ikkita kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Ya'ni ekranga tirib, kanalga tirib mendan salom aytinglar. Minecraft qotibdi. Chota menga Minecraft yangi daraxt berdi. Mana shu daraxtni olmayman. Mana bu gullarni ham o'rishni sani qo'rqma. Yaxshi. Ana uni o'ldi. O'zi turishda o'ladi bu. Yaxshi, endi biz nima qilamiz? Daraxtlar. Ana qo'na o'ldi. Yaxshi. O'ldi. Endi biz mana bu yerda yana bitta qo'y topishimiz kerak. Video qotadi masalan. Cho'chqani o'ldirdi. Yoqaga o'tmadi. Mana shuni oldi o'sha. Bir narsa topishimiz kerak. Men nomini bilaman. Nomini o'ldi. Yo'q, o'tamiz. Ana to'pni o'ldirib kelamiz. Yaxshi ketyapmiz. Mana shu yerda o'tamiz. Yo'qdan. Yaxshi. To'pni o'ldi. O'lmadi. O'ldi baqa. Bo'ldi. Yaxshi. Endi musiqadan qo'yamiz. Yaxshi. Yomon tez olamiz.
Xo'sh. Xo'sh, mana bunaqa. Oho. Bizning yo'limizda o'tlar yaratdi. Mana shuni o'tib ol. Oldi ana endi biz qo'y topishimiz kerak bo'lgan qo'yni kattaligini bilmaymiz. Ana to'qni o'ylasam bo'lgan ya. O'ylasa. Hazilasa. Pastga jo'natmadim, yuqoridan aytdim deyadi. Yosh. Qo'yjo'yimiz bilan o'ldirsin, o'ldir. Yaxshi. Sacha. Mana suvga sachagani. Suv yomon tiniq lekin. Minecraft'ni she'rni yomon zo'rda o'lsana. Sizlar ham Telegram kanalimda o'tib mana shu Minecraft'ni o'rnatinglar, mana ana u she'rda ilovasini o'rnatasizlar. Qo'y. Yaxshi, yog'ochni qo'yamiz, tayoqni yasaymiz. Yana kirana qo'y endi tayyorlaydi. Endi biz ben topamiz. Ben kattaligini bilmayman. Tovuqni o'ldirsam yengil topolmaydi. Mana sog'lar ham bo'ladi. Ol. Biz so'zni qo'yamiz. Sog'larni olamiz. Ol. Bo'ldi. Ikkita rang bo'ldi. Ikkita rang bo'ldi. Ana endi biz rang qo'yamiz. Yana sariq. Bu daraxtdan olamiz. O'zasi. Yana bitta ana qo'ying ichar bo'ladi. Men qo'yning kattaligini bilmayman. Mana shuni ol. Qo'y topishni boshlaymiz endi. Qani qo'ylar yo'qmi? Qo'y osib ketadigan uzr. Tovuqni o'zini qo'yga o'xshatgan yo'limi? Kattalar ketyapti. Yaxshi. Albatta. Yomon sachalik-ku. Shu qo'y kattaligini hech qayerda ko'rmayapti. Ana shu taraflarda bo'lmasa topsam o'ldircha o'ldirmay mazza qilib. Yaxshi bo'lardi. Qo'y topshay yana. Tekish tushunchasi. Bizga 2 soat vaqtimiz bo'ladi. Mana shu 2 soat vaqtda unumli foydalanishimiz. Yaxshi. O'tamiz. Yaxshi. Mana shuni bittasi gapga. Xo'sh. Mana. Mana bu yoqqa sachamiz. Yana bittasi sachash. Men Minecraft'da mana shu narsani bildim. Yo'q, sachab qo'yolmadim siz. Oldim mana buni. Molni o'ldirdim. Va yo'limga davom etdim. Qo'y bilan cheshishyapti. Siz cheshishyapti. Voy bila. Yomon o'tdi. Xo'sh, yaxshi. Chamda ana qo'yni ham topolmadim. Cheshishdi. Endi nima qilishim bilmayman. Xo'sh, qo'yim yo'q menda. Bu degani daraxtning ustida
Bugun Minecraft'da yotoqsiz ham yashab bilsak kerak. Ana güveychilarni ko'ribmisiz? Bu Minecraft hayot versiyasida o'lmasa degani saka. Yaxshi. Mana shuni ustidan saka versiyani yaxshi. Yoqadan yana bittasi. Yoqqa. Yaxshi, yaxshi. Biz Minecraft'ta endi dragonni uyga yasab o'tamiz. Uyimizda ya'ni lavaga yaqin joy, qishloqqa ham yaqin. Bu ya'ni qishloqqa ham yaqin bo'lsa kerak. Osklik. To'g'ri ko'p qoldi yaxshi. O'yamasi. Mana shuni qo'yamiz. Ko'payib ketibmiz kerak. Abi ilmiy taomda ana yog'och va uni qo'yib turamiz. Mana shu yog'ochlarni olamiz. Yog'ochlarni taxtani paydo qilamiz. Mana shu qilishni paydo qilamiz. Ustiga daraxtlar yaxshi daraxt olmadi. Yoqqa qo'yamiz. Mana uni yoqqa voltani yaxshi yoqamiz. Yaxshi. Bugungi videoni mana shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Videoni tez chiqishini xohlasangiz kanalga obuna bo'lib, like bosamiz. Bugungi video mana shulardan iborat edi. Barchaga xayr deb qolamiz.